yuvelirka, taqinchoqlar, qimmatbaho toshlar va hamma shunga tegishli bo'lgan ma'lumotlar haqida ushbu podkastimizda ko'rib, bilib, o'rgana olasiz. Bu sohaga kirishga umuman shansim bo'lmagan. Qancha qirraga qarab baho beriladi? Brillianti qimmatbaho va qimmatbaho emasligi. Bilaman, qimmatligi uchun balkim yoqar menga. Недоступный oddiy odamga bu narsa dostupi yo'q. Investitsiyani sof tillaga qilgan yaxshimi yo izdeligami yoki umuman qimmatbaho toshga qilgan yaxshiroqmi? Bitta qimmatbaho metallgina pulingizni 80% ushlab qoladi. Ochuchasi aytaman, sonlarni $2,5 million olgan narsasiga $500 ming bergan. Magazinimni o'g'ri urib ketgan. Ishonasiz? Siz motivatsiya va bilim izlayapsizmi? Unda to'g'ri yerdasiz. Chunki bu foydali suhbat. Bu yerda siz motivatsiya, bilim va rivojlanish uchun taklif qilingan mehmonlarni ko'rasiz, kuzatasiz, ilhomlanasiz va biz bilan birgalikda rivojlanasiz. Eslatib o'tmoqchiman, men Lobarjonova 5 farzandning onasi, influencer, business woman, foydali suhbat podkastining asoschisi hamda minglab ayollar qatnashgan zamonaviy o'zbek ayoli davri forumining asoschisi bo'laman. Ushbu foydali suhbat podkastimizga obuna bo'ling, albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va kommentariylarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bugun bizning podkastimiz mehmoni hamma ayollar yaxshi ko'rgan tilla taqinchoqlar, brilliantlar, izumrudlar, sapfirlar qirolichasi Nilu Jewelry brendining asoschisi Nilufarxon. Nilufar, podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Nilufarxon, avvalo o'zingizni 3 ta so'z bilan ta'riflab bera olasizmi? Da, menimcha 3 ta so'z bo'lmaydi, 2 ta. Taqinchoqlar yaratuvchisi desam to'g'riroq bo'lardi. Bu sohaga kirib kelganingizga qancha bo'ldi va qanday bo'ldi? Bu sohaga kirishga umuman shansim bo'lmagan. Chunki ota-onam, onam vrachlar, dadam rahmatli hukumat odami bo'lgan va bizni avlodimizda savdogar bo'lmagan birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bu soha vakillari menimcha bilaman shajarammi bo'lmagan. Bu sohaga yoshligimda nimagadir o'zim ham tushuna olmayman buni. O'zimni tanishim bilan menga har 1-2 oy ichida ota-onamga xarxasha qilib janjal qilganman. Menga tilla taqinchoq olib beringlar deb. Bu hozir Necha yosh bo'lgansizda? 12-13 yoshlarda bo'lganman. Mani 12 yoshli qizim agar mendan shunaqa janjal qilsa, bilmayman, men u qizni qo'yaman. Va olib berish qochmaydi. Qizim nima uchun bu deb dadam so'rardilar. Men bilmayman, tushuntirib bera olmasdim. O'shanda ham tushuntirib bera olmasdim, lekin olib berishinglar kerak derdim. Talab qilardim. Talab qilardim. Menga taqinchoq, yangi taqinchoqlarni har oyda oldirtirardingiz. Har tam sezon almashsa, qanaqa odamlarda sezon almashsa, men uchun taqinchoq ham sezonniy bo'lishi kerak edi. Qanaqa qilib bunaqa xayol sizda paydo bo'lgan? Siz u kimga qarab shu fikrga kelganmisiz yoki televizorda ko'rganmisiz yoki qo'shnilaringizda ko'rganmisiz, o'rtoq dugonalaringizda ko'rganmisiz? Qayerdan bu fikr paydo bo'lgan? Что taqinchoq sezonniy narsa va har sezonda taqinchoqni almashtirish kerak degan. Dadam bitta narsaga majbur qilardi bizni. Ziyoli oiladan bo'lganligim uchun birinchi ta'lim derdilar va har yozda bo'ladimi, 3 oy kanikul bo'ladimi yoki qanaqadir kanikul, hozir ham kanikulada bizdan talab qilardi. Jahon adabiyotidan qanaqadir asarlar topshirishimiz kerak edi. Shart va zarur edi bu. Busiz hech qanaqasiga ilojisi yo'q derdilar. Va jahon adabiyotida o'qib, ko'p narsaga ahamiyat berardim. Ko'p anaqa Theodor Dreiser yoki boshqa Honoré de Balzac ular ta'riflab berardi. Tillani, taqinchoqni, qanaqa uy оформлениялаrini. Именно shu narsa meni qanchalik inson birinchi o'rinda ziynatlanish, taqinish va atrof muhit insonga qanchalik kayfiyat ko'taruvchi narsaligini, bu narsa muhimligini tushunganman. Qadimda insonlar qanchalik tilla emas, tosh, qimmatbaho toshlarga shohlar nima uchun o'sha
bunaqasiga boshiga toj kiyganida nima uchun qimmatbaho tosh bilan uni bezagan, nima uchun buni qilgan degan savol tug'ilardi. Shu narsa menga как stimul dalcha o'qishga, shu narsani o'qishga, tagiga yetishga harakat qilardim va tagini topolmasdim. Nima uchun inson o'zini boshqalardan ajralib turish uchun, властный odamlar deylik, то есть qo'lida vlasti bor odamlar nima uchundir shu bilan o'zini belgilab berishni xohlagan. Nima uchun shunaqa xohlagan? Shu narsa mani qiziqish uyg'otgan qimmatbaho metall va qimmatbaho toshlarga. Shundan uyg'onib ketgan imенно yuvelirkaga mehrim, e'tiborim juda uyg'onib ketgan. Bilmadim nima uchun. To'g'ri aytasiz. Qadimdan veliki, ya'ni katta martabaga ega insonlar o'zini martabasini belgilash uchun qimmatbaho narsalar bilan shu narsani belgilagan. Qasrlar bilan, koronalar bilan, o'sha koronalardagi katta toshlar, qimmatbaho toshlar bilan belgilangan. Hozirgi kunda ham shu narsa bormi? Ya'ni hozir shu narsani gapirayotganingizda bir fikr keldi. Ko'z oldimga Ambani oilasini o'tgan yili bo'lib o'tgan to'yi ko'z oldimga keldi va u yerda Ambani oilasini ayollari katta izumrudli taqib Erkaklari chiqishdi. ham. Erkaklari ham, ha, Da. albatta. Eksklyuzivniy. Eksklyuziv narsalarni taqib ko'rsatishdi shuni. Ya'ni ko'pchilikni uyida balkim bordir bu narsa, lekin menimcha hamma ham ko'rsatmaydi buni. To'g'ri. Lekin bu oila shunaqangi bir mehr bilan shu narsani taqib chiqishdi va Haqiqatdan. haqiqatdan ham hozirgi kunda 21-asrda ham mana shu qimmatbaho tosh u insonni statusini belgilab berdi. Haqiqatdan bu narsani bizda endi tizim shunaqa bo'lganki, Soyuz vaqtida ko'pinchalik insonlar bir xil ko'rinishga ega bo'lishi kerak bo'lgan. Mani fikrim endi bu. Soyuz qulashi bilan insonlar baribir ham o'ziga nisbatan statusini ko'rsatish, qo'rqmasdan buni namoyon qila olish vaqti kelgandan keyin yana shu narsa как бы всплывает, chiqadi naqaga, ommaga va buni bekitishni xohlamaganlar ham bor, xohlaganlar ham bor. Bu narsani menimcha insonni xohishiga qarab bu chiqib keladi. Xohlaydimi odam ziynatlanishni? Почему бы и нет? Xohlamaydimi? Uyida taqinadi yoki o'zini qanaqadir chiqishlarida, to'y hashamda taqinadi. Menimcha bu insonni kimligi haqida namoyon qiluvchi birinchi faktor deb o'ylayman. Yostig'ingizni tagida ushlab turgan pulingiz 2 yil davomida 5 baravarga ko'payishini xohlaysizmi? Unda siz Dubaydagi noturar joyga investitsiya qiling. Endi siz O'zbekistonda turib, Dubayning kvartira, villa, hattoki katta yer uchastkasini sotib olishingiz mumkin. Buning uchun sizga R&B Properties kompaniyasi yordam beradi. Podkast kuzatuvchilari uchun konsultatsiya bepul. Hoziroq aloqaga chiqing va imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mulk so'zini kommentariyada yozib qoldiring va biz siz bilan aloqaga chiqamiz. Siz yuvelirniy izdiyalar sohasida bo'lganingiz uchun ham, qimmatbaho narsalarni ko'p har kuni kundalikda ko'rganingiz uchun ham siz uchun bu insonni namoyon qiladigan momentda deb hisoblaysiz. Da, shunaqa deb hisoblayman. Menga bir qiziq savol keldi xayolimga. Nilufar, siz o'zingizni qaysi mana qimmatbaho tosh bilan assotsiatsiya qilardingiz? Bu shak shubhasiz izumrud. Izumrud. U endi taqqan izumrudlaringizdan ham ko'rinib turibdi. Da, Bu izumrud. toshni yaxshi ko'rishingiz. Nimaga именно izumrud? Izumrud mana shu yana shu tarixga qaytiladi. Izumrud negadir shohlarni tanlovi bo'lgan. Даже ertaklar o'qisangiz ham izumrud emerald angliskiyda izumrud bizani tilda bo'lsa zumrad o'zbek tilida bo'ladi. Bu toshga qanchalik rangi nasishni juda ham chuqur rang. Unga qarab to'ymaysiz. Masalan, menda shunaqa tuyg'ular keladi. Bu narsani izumrudni ochib beradigan birinchi ogrankasi
Izumrud ochiladi. Haqiqatdan bu tosh ochilib serqirraligi ogranka jarayonida ochilib ketaveradi. Ogranka degani bu charxlanish jarayonida ochilib ketadigan toshlar toshga kiradi. Bu qimmatbaho tosh va u yer sharimizda albatta bor ko'p zaxiralar. Kolumbiya bo'lishi mumkin, Ural bo'lishi mumkin yoki Hindistonda endi kamayib ketdi. Месторождение уже tugadi degan ma'lumotim bor. Lekin bu toshga bo'lgan mehrim и обязательно Panjsher. Afg'onistonda ham bor месторождение. Panjsherni izumrudlari ham juda chiroyli hisoblanadi. Faqat ular charxlanish jarayonini fransuzlarga berganligi uchun ular Panjsher unaqangi знаменитый emas. То есть omma bilmaydi bu haqda. Pokistonda ham bor месторождениялар, но o'sha joy topilma, qazilma bo'lib chiqadigan joylar. Men juda qiziqaman izumrudga, shuning uchun brendim ham rangi izumrud. Negadir shu mehrim juda kuchli bu toshga. Bilaman, qimmatligi uchun balkim yoqar menga. Недоступный oddiy odamga bu narsa dostupi yo'q. Nimaga? Nimagaki bu toshni o'zi qimmat va ogranka jarayonida yana narx qo'shiladi, baho qo'shiladi unga va yana ketaveradi. Tepaga qarab ketaveradi va bu izumrud ogrankasiga yana ham qiziqaman. То есть izumrudni ogranka selniy porodidan qilinganligi uchun selniy toshni o'zi tabiatda uchratish juda qiyin. Mana shu joyni menimcha tomoshabinlarimizga ham qiziq bo'ladi. Izumrudni selniy ogrankasi deganida nimani aytmoqchisiz? Nima degani bu? Bu degani izumrudni o'zini ogrankalari turi ko'p. Markiz, oval, trilliant degan ogranka ham bor. Kushon, har xil ogrankalar bor. Bu haqda omma bilmaydi. Bizni ko'zimiz o'rganib qolgan. Izumrud desak, shu buvalarimizda bor kabashon. То есть такой ovalniy, teparog'iga chiqqan, xuddi gumbazdaka shu tasavvurga ega. Lekin aslida u izumrud ham emas. Bular xrizolit или xrizopras. То есть ommaga chiqmagan, Soyuz vaqtida bu chiqmagan. Ko'plar bu haqda tushunchaga ega emas. Lekin izumrud ogrankasi bu noyob hisoblanadi и selniy toshni o'zini uchratish qiyin tabiatda va o'sha selniy toshni uchratganingizdan keyin bitta katta tosh qilib ogranka qilish jarayoniga ko'p pul ketib qoladi. Shuni bilganligim uchunmi shu narsaga qarab talpinaveraman. Bilmadim nima meni bu anaqa qiladi. To'ymayman. Hech qachon to'ymaganman izumrudga. Qancha bo'lmasin olishga tayyorman. Siz o'zingizni izumrud bilan assotsiatsiya qilar ekansiz va mani keyingi savolim, qimmatbaho toshlarni yaxshi tushunasiz. Izumruddan tashqari boshqa qolgan qimmatbaho toshlarni qanday farqlasa bo'ladi? Bugungi podkastimizda foydali suhbat, ya'ni biza shu podkastni ko'rayotgan insonlarga foydali bilim, informatsiya berib o'tib ketaylik. Mana qimmatbaho tosh qanaqa qilib farqlanadi? Qaysi biri qanaqa qilib farqlanadi? Avvalambor aytmoqchimanki, men gemolog emasman. Mutaxassisligim bo'yicha ekonomistman, bakalavr stepenim bor. Lekin toshga haqiqatdan qiziqqanligim uchun, bu narsani yaxshi ko'rganligim uchun o'zim bilimni oshirib boraman. Qanaqadir kurslarda o'qishim mumkin yoki onlaynda o'qiyman. Buni aytmoqchimanki, bu toshlarni industriya bitta joyda turgani yo'q. Har kuni o'zgarib bormoqda. Hamma industriyalar kabi uy qurishda, то есть meditsina o'zgarib ketayotgandek, bu industriya ham joyida turgani yo'q. Har kuni harakatda, har kuni nimadir yengilliklar chiqadi. Shuning uchun o'qishga majburmiz. Rasul bu sohada ekanman. Bugungi kunda shunaqa ma'lumot, qimmatbaho toshlar dunyoda kamayib ketyapti degan ma'lumot bor. Brilliant ko'p. Brilliantni ogrankasi. Bitta narsani odam tushunishi kerak. Birinchi o'rinda ipak bizadan chiqadi. Lekin ipakni tika bilish andazasini qilib turib Turkiya yoki boshqa davlatlar qilganida o'zini narxini qiladida made in deb Turkiya deb yozib
bizga sotishi mumkin. Massimo Dutti bo'lishi mumkin yoki Ipak yo'li, любой mana o'zimiz yaxshi ko'rgan chiroyli likalalik kiyim bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa industriya, yuvelirki ham xuddi shunaqa narsa. Tosh qayoqdan chiqishi bu bitta mavzu. Tosh qayoqdan topilishi bu bitta mavzu. Lekin unga ogranka berish jarayoni bu toshni birinchi o'rinda ko'taradi narxini, ikkinchi o'rinda u qayoqda sotilishi ham muhim. Va bu qimmatbaho toshlarni o'zi brilliant eng qimmat tosh hisoblanadi, chunki u juda plotность kuchli. Keyingi o'rinda izumrud, sapfir и rubin. Bular koruntlar seriyasi bo'ladi. Koruntlar bu aka-ukalar. То есть bitta уровеньda turadi, bitta level. Korunды, seriya korundov deb aytiladi. Keyingi o'rin уже mana bu o'zim aytgandek xrizolit, xrizopras yoki aytaylik akvamarin, mana shular уже undan keyingi shajarada turadi. То есть iyerarxiyasi shunaqa ularni. Keyingi уже tushib ketaveradi. No hozirgi kunda kamayib ketayotgani sababli rubin, izumrud, sapfir kamayib ketayotganligi sababli bu bundan keyingi turadigan toshlar ham narxi oshmoqda. То есть hozirgi Parabay degan tosh bor. O'shalar haqida ham juda narx tepaga ko'tarilib turibdi. Hozirgi kunda qidirsangiz yo'q. Shuni aytib bera olaman. Keyingi o'rinda naturalniy toshlarga hozirgi kunda siyosat shuki, naturalniy emas, laboratorniy toshlar ham yomon narsa emas deb bizga marketing qilib, shu narsani iste'mol qilishga некий такой reklama ketyapti. Men o'z o'rinda naturalniysni tanlayman. Chunki natural toshlar haqiqatdan ham odamga boshqacha energiya beradi. Ayolga, erkakka farqi yo'q. Любой yoshdagi insonga boshqacha energiya beradi. Buni men o'zimda his qilganman va buni targ'ibot qilishda charchamayman bundan. Laboratorniy tosh bu baribir ham laboratorniy tosh. Bu o'zini insonni bu vыборi, то есть o'zini tanlovi. Xohlasin puli yetmasa laboratorniy olsin, xohlasin naturalniyga puli yetsa naturalniyni olsin deb meni do'konimda bu narsani ikkalasi ham bor. Ochiq oydin aytaman va bu narsani tekshirish uchun jarayonga pul tikishdan charchamayman. Mana jarayon bunaqa deb, bunaqa deb. Qarang, Nilufar, siz hozir ogranka haqida gapirdingiz. Mani ham bir ozgina bo'lsa ham bilimlarim bor shu sohada va bilasizmi, mana shu podkastimni ham brilliant bilan taqqoslayman. Qaysi ma'nodaki, mani podkastimga kelgan mehmonlarni man brilliant sifatida ko'raman va brilliantni qancha qirrasi bo'lsa, xuddi shu qirralarni ochib bergandek shu insonni har bitta qirralarini ochib berishga harakat qilaman. O'z podkastimga kelgan mehmonlarimman va mendan nima haqida podkastingiz deb so'rashganda har doim aytaman, mani podkastimda mehmonim brilliant va u brilliantni hamma qirralarini men ko'rsatib bera olishim kerak, ochib bera olishim kerak savollarim bilan. Va bundan tashqari brilliantni qirralariga keladigan bo'lsak, toshlarni qirralariga keladigan bo'lsak, mendagi bor ma'lumot bilan ham bo'lishmoqchiman. Men bilishim bo'yicha eng ko'p qirrali brilliantlarni sotadigan bir brend bor, Roberto Coin, va meni o'zimda ham o'sha Roberto Coinni izdeliyalari bor. Bu degani brilliantni qirralarini soni bo'lar ekan va Roberto Coin brilliantlarini soni 40 tadan oshiq bo'lar ekan va bu juda ko'p hisoblanadi va unga nur jo'natilganda, yuborilganda, svet tushganda xuddi bir mashi yaltirillatib ana qilib tashirganda svet отражение berar ekan. Chiqaz beradi. Da. O'shani hisobiga o'sha brendni brilliantlari juda ham qimmat hisoblanar ekan. Yaqin orada bo'lib o'tgan meni hayotimdagi bir shov-shuvli voqea bo'ldi. Brilliantimni tug'ilgan kunimda katta kichiklikka baho berishdi ayrim insonlar. Va qiziq. Juda qiziq. Shunda men to'g'risi xijolat bo'ldim. Bu insonga
tushuncha berishi. Chunki baribir bilimda-da hamma gap. To'g'ri. Inson biladi, biladi, kimdir Mhm. bilmaydi. Bilgan biladi deb qo'yishadi-ku. Da. Shunaqa narsa. Bu insonni ko'z oldida bu brilliant kichkina bo'lib ko'ringan. Lekin Haqiqatdan. bilgan inson, ekspert bu narsani ko'rsa, bu juda ham qimmatbaholigini tushunadi-da. Shundan kelib chiqqan holatda sizga savol bermoqchi edim. Mhm. Mana shu brilliantni qirralari. Qancha qirraga qarab baho beriladi? Mhm. Brilliantni qimmatbaho va qimmatbaho emasligi. Aslida bu savolingiz judayam qiziqarli. Hamma ham brilliant deyishligi mumkin. Aslida brilliantni o'zi siryosi, to есть xom ashyosi bu almas hisoblanadi. Almazni ishlov beriladi. Almasga rangidan, qanaqangi uni kачествосiga qaralmaydi. Olib fransuzlar o'ylab topishgan aslida bu narsani. Fransuzlarni juda talantli va eng qadimgi именно yuvelirkaga asos solgan natsiya deb hisoblayman. Juda hurmatim kuchli. Imkoniyatim bo'lganida har yili Fransiyaga uchgan bo'lardim. Har yili ularni psixologiyasini tushunishga harakat qilgan bo'lardim. Imkonim bo'lganda albatta. 1-2 marta borganman. Nima demoqchiman? Fransuzlar shunaqa qilishganki, yerni tagida almasni topib, bu ham neki marketing, bu ham qanaqadir bir insonlarga yerdan chiqqan toshni, almas bu ham toshga kiradi. Ko'plarga tosh desam, nimaga brilliantni tosh deysiz ham deb qo'ygan insonlar ham bor-da. No, haqiqatdan bu tosh. Almasni olib, uni qirralarga ajratishgan. То есть bu narsaniga qirra berib, bu ogrankani turi ko'p aytib o'tganimdek. No, klassический round krugimizda 57 ta ogranka bor. Asosan, lekin fransuzcha ogranka juda ko'p anaqaga bo'linadi va har xil ogrankalarda har xil qirralar bo'ladi. Aytaylik, emeraldda, o'sha men aytgan emeraldda ham bir ogrankasi masalan 57 tadan boshlansa, 77 tagacha ham bo'lishi mumkin. Ayrim brendlar o'zini yengilligini yaratish maqsadida 99 taga chiqazganlar ham bor-da, shunaqa brendlar ham bor. Mana shu qirralarni ko'paygan sari narxi ham oshadimi o'sha? Albatta, chunki bu qo'l mehnati. Chunki bu jarayonga pul ketadi, insonni resursi ketadi. То есть bu inson resursi ham resurs pulga chaqiladi, chunki har bitta narsamiz yaralayotgan jarayonga pul tikiladi. Aytaylik, bitta mana shu emblemani qo'yish ham, barxitni ustiga qo'yish ham bizga masalan aytiladi $5, $2, $10 barxitni metri mana shuncha. Xuddi shunaqa brilliant ham har bitta jarayonga pul tikilib ketaveradi va o'sha narsa yaralgungacha ketgan себестоимость deyiladi bu. Себестоy tan narxi, o'zbek tilida tan narxi bo'ladi. Tan narxi oshgan sari bu narsa tepaga qarab ketaveradi. Brend o'zini know-how, yengilligini yaratish uchun pul tikaveradi va insonlar bunga qarab, shu narsa zo'rligiga qarab intilaveradi. То есть bu cho'ntakka qarab уже dalish ketaveradi demoqchiman. Aksariyat brilliantlar O'zbekistonda nechta ogrankaga ega? O'zbek va postsovet davlatlarida bitta narsani tan olish уже 70 yil bo'lgan bo'lsa, soyuz bo'lgan bo'lsa, 70 yil davomida bizani ongimizga singdirilgan. Brilliant bu round bo'ldi. Dumaloq round ogranka это brilliant. Вот shu narsani tan olasizlar va bu narsa bizda qolib ketib qolgan. E'tibor bersangiz, boshqa davlatlarda 18 karat, 21 karat tillalar ham ommalashgan. Ko'p davlatlar buni haqiqiy tilla deb tan olishadi. Lekin postsovet davlatlari va bizni asosan nimamiz iste'mol qiladigan tillamiz 14 karat 585 proba. То есть ko'p o'zi ota bobolarimizdan qolgan qizil tilla deyishadi. Shu narsa ommalashgan va insonlar ongiga singib bo'lgan. Xuddi shu brilliant ham xuddi shunaqa. Round brilliant deganda mana shu sizdagi voqea ham shu narsa bilan asoslab bera olaman. Odamlar ongida dumaloq tosh bu brilliant degan
raund-ogranka, всё, считайте, это eng zo'ri degan tushunchaga ega ko'plar. Lekin aslida bu eng zo'r emas, eng past dunyo miqyosida taqqoslaydigan bo'lsak, eng oddiysi deb bilsa bo'ladi, to'g'rimi? Bu gapingiz bilan ham ha deya olaman, ham yo'q deya olaman. Nimagaki, nima uchun Soyuz bizaga buni raund-ogrankani norma eng zo'r va faqat shu deb singdirganini sababi shundaki, raundda hamma qirralari o'sha svet kiradi, sветоотражение chiqadi va uni o'yini yanada zo'r bo'ladi. Lekin agar Emerald Cut, Kushon yoki Radiantga qarasangiz, ular sветоотраженияsi bundan raunddan past. Shu bilan bog'liq bu narsa. Bu yomon ham emas, yaxshi ham emas. Prosta odamlar bu haqda savodi yo'qligi sababli bu narsani raund faqat zo'r deb bilishadi xolos. Aslida bu ommalashmagan man aytayotgan ogrankalar bu ommalashmagan xolos. Insonlar bilmaydi bu haqda. Shu sababi shu. Nilufar, mana sizni judayam mustahkam bilimlaringiz bor, tilla toshlar, qimmatbaho toshlar haqida va dunyo bo'yicha qimmatbaho toshlar, ya'ni brilliantlar GS sertifikati bo'yicha baholanadi. Mana shu GS sertifikat haqida ozgina ma'lumot bersangiz, bu nima o'zi? Nimaga imенно GS sertifikat bo'yicha baholanadi? Endi mana men buni qanaqa tushuntirib bera olaman? Masalan, butun dunyoda bitta standart bo'ladi. То есть bu degani standart hamma sohada. Masalan, metallar haqida ma'lumotni Mendeleyev ochgan, to'g'rimi? Rus olimi Mendeleyev ochgan va Mendeleyev shkalasi bor. То есть qanaqa modda, qanaqa, masalan, aurum desa biz tillani tasavvur qilamiz. Xuddi shunaqa brilliant, qimmatbaho toshlarni o'zini neki standarti bor. Bu Rapaport. То есть Rapaport bu amerikanskiy standart hisoblanadi. Endi hamma narsa hozir ochig'ini aytish kerak. Masalan, dollar xuddi bizaga bir kursdagi bo'lsa, dunyo konvertiруемый valyuta bo'lsa, Rapaport и GI sertifikat. GI bu Международный американский институт гемологии. Bu taki nomda ham yozilgan. GI abbreviaturasi, то есть o'qilishi Gemological of America Institute degani. Bu degani Amerikada bu tashkil topgan institut, то есть bu yerdan qazilmalarni laboratoriyasi. Bular standart bo'yicha brilliantlarni baholanadi. Bu degani GI sertifikati bormi? Bu tosh haqiqatdan laboratoriya analizdan o'tgan degani. То есть har bitta toshi o'zini dokumenti degani. Neki takoy. Masalan, toshlaringiz bor ekan-ku, obrazetslaringiz. Obrazetslar bor. Bularning hammasi GI sertifikatli. То есть men shu narsaga juda katta urg'u beraman. Har bitta toshi o'zini, to'g'ri, GIsiz ham brilliantlar bor. Lekin asosan biz GI sertifikatiga asoslangan toshlar bilan savdo qilishga harakat qilamiz, chunki bu narsani olgandan keyin inson mana shu narsani, mana dokumenti bor. То есть это дипломированный специалист. Aytaylik, toshi o'zini pasporti bor. Bu официальный tosh degani. Bu demak, bunga уровень сразу oshadi. То есть bu toshimizni birinchi o'rinda baholanishi institut asosida. То есть institut baholab bergan buni. Mutaxassislar baholab bergan va bu toshni o'zini yangicha standart bo'yicha toshni o'zida lazer bilan numeratsiyasi bo'ladi. Bu juda ham aytaylik, toshni o'ziga anaqani ko'tarib yuboradi. Shu qiymatini ko'taradi. Juda, endi aytmoqchi emasman, yomon toshlar ham bor, institutdan o'tgan, numeratsiyadan o'tgan, lekin ko'p insonlar baribir ham o'ziga aytaylik strafovkasini oladi va shu narsa haqiqatdan tozami, aytaylik qora bozordan olinmaganmi degan narsaga bu GI savolingizga javob sразу keladi. Yo'q, bu qora bozordan aylangan narsa emas va bu qora yo'llar bilan kirilgan narsa emas degani. Mana shu
bunaqa qilib javob bersa bo'ladi savolingizga. Nilufar, keling tilla lyuks brendlar haqida gaplashamiz. Hozir biza siz bilan brilliantlar haqida juda katta zo'r ma'lumotlar berdingiz. Rahmat kattakon. Keling endi tilla haqida va tilla lyuks brendlar bor. Hamma bizada O'zbekistonda judayam mashhur, hamma yaxshi ko'radigan Shapard, Van Cleef, Bulgari brendlarini juda aksariyat ko'pchilik yaxshi ko'radi. Lekin undan tashqari yana dunyo miqyosida populyarniy va top level deydi-yu, Da. baland уровеньga ega bo'lgan ko'pgina yana boshqa brendlar ham bor. Lekin mana shu tilla brendlarga o'zi munosabatingiz qanaqa? Va o'shalarni to'g'risini aytsam, man sizga o'xshab mana shu tilla brendlarni tarixiga juda ham qiziqaman va ko'pincha o'sha brendlarni internetga kirib tarixini ham, qanday kelib chiqishini ham hammasini o'qib o'rganib chiqaman. Menga bu juda qiziq. O'zi aslida sizga qanaqa mana shu tilla brendlar haqida munosabatingizni bilmoqchi edim. Bulgari brendi asoschisi masalan asos solingan Rimda 1886-yil va shu narsa mani judayam Bulgariga qiziqaman o'zim ham. Bulgari Satirius Bulgarius degan inson bo'lgan. Bu inson immigrant bo'lgan. Именно Gretsiyani o'sha vaqt Osmanskiy imperiyada bo'lgan Gretsiyani o'sha territoriyalari va u kuni o'tmaganidan shu Italiyaga emigrirovat qilishga majbur bo'lgan va o'sha yerda u asos solgan. O'zi poyabzalchi va sumkachi bo'lgan. Sumka qo'lda mehnat va keyinchalik taqinchoqlarga o'tgan va keyin uni omadi kelgan, qachonki shu narsasini sota bilgandan keyin omadi kelib va uni farzandlari davom ettirgan. Hozirgi kunda endi bu boshqa bu oilani asoschilari yo'q bu brendda. Уже sotilib ketgan nomi. Shu xuddi shunaqa qilib har bitta brendni tagida asoschilarini o'rganib chiqish va ular nimadan kelib chiqib bu narsaga mehr uyg'otgan. O'zimda ham shunaqa savol bor. Nima uchun man shu ish bilan shug'ullanyapman va bu menga nima beradi degan savol o'zimga ko'p berganman. Va ko'p marta menda shansim bo'lmagan bu sohada ishlab ketishga, chunki yaqinlarim juda qarshi bo'lishgan. Ota-onam, xo'jayinim juda ham qarshi bo'lishgan. Bu kasb emas, qo'yaversan, uyda o'tirgin, senga yarashmaydi deb ko'p qaytarishgan, lekin ko'p bu narsaga qiziqqanligim uchun qiyinchilik bo'lgan va bularda ham brend asoschilarida ham qattiq qiyinchiliklar bo'lgan. Shansi bo'lmagan ularni ham. Bu brend qanaqadir bir brendga aylanishga, mashhur bo'lib ketishga shansi bo'lmagan. Graf Harry Winstonning tagida albatta brilliantlarga ogranka yotadi. Bularni o'zi hunarmand bo'lgan. То есть shuni qo'l bilan qilishgan va bular yevrey bo'lgan. Harry Winston ham Graf ham asoschilari тоже immigrantlarning farzandi. Harry Winston bu amerikanskiy brend, a Graf bu britanskiy. Shaxsiy brendingiz ustida juda qattiq ishlayapsiz. Har kuni reelslar chiqaryapsiz. Instagram, TikTok, Facebooklarda qiynalib o'zingizni продвигать qilyapsiz. Lekin sizga zo'r ma'lumot va zo'r shans. Foydali suhbat podkastiga mehmon bo'ling va butun O'zbekiston va butun dunyoga YouTube orqali o'zingizni ko'rsating. Kimligingizni hamma bilsin. Nima bilan shug'ullanishingizni ham hamma bilsin. Va YouTube orqali, podkast orqali juda ham ko'p mijozlarga ega bo'lish imkoniyatidan foydalanib qoling. Buning uchun Foydali suhbat podkastimizning mehmoni bo'ling va men sizlarni hamma qirralaringizni xuddi brilliant kabi ochib, ko'rsatib, namoyon qilib beraman. Foydali suhbat podkastining mehmoni bo'lishni xohlasangiz, mana shu nomer orqali yoziling va keling, kutib qolamiz. Nilufar, bilasizmi, mana shunaqa mashhur brendlar orasida men faxrlanadigan joylarim ham bor. Qaysi ma'nodaki, o'zimizning yurtimizdan chiqqan buxorolik Jacob & Co kompaniyasining asoschisi va hozirgi kunda men adashmasam Amerikada yashaydilar. Nyu-Yorkda yashaydilar va men eshitishim bo'yicha Ronaldoga eng qimmat soatini sovg'a qilgan inson va o'zi dunyo bo'yicha ham bu brendi tagida zo'r qimmatbaho soatlar turadi, to'g'rimi?
Bu inson Buxorodan emigrировать qilgan insonlarni farzandi bo'ladi. Bizni o'zbekchada aytganda Yoqub ismi. Yakub Jeykob. Amerika talqinida bu Jeykob. Jeykob kompaniya deb asoslagan. Bu asrda bo'lgan. Bular qachon omadga erishganlar? Yaqinda. Nisbatan brend uchun bu juda yosh kompaniya hisoblanadi. Shu ma'lumotga egaman. Lekin shundayam mana shunaqa katta bir muvaffaqiyatlarga erishib kelyapti. U ham masalan qanaqadir bir toshni ochmadi, o'ylab topmadi. Da. Masalan, искусственный brilliantni yaratishni boshlamadi. U o'zini brendiga asos soldi va unda adashmasam ularda faqat soatlar. Yuvelir yo'q, ularda juda Yuvelir chiroyli seriyasi ham bor. izделияlar ham bor, juda mashhur izделиялari bor. Yaqinda ham O'zbekistonda turib kopiyasini Amerikaga chiqargan bo'laman. Yaqinda, uzoq emas. Toshkentlik tish doktor постоянный klientim, xaridorim Yakub Jeykob kompaniyani modelini menga rasmini tashlab, men o'sha yoqqa chiqazib berdim. То есть sizda shunaqa usulga ham bor. То есть Albatta. masalan menga bir qanaqadir izделие yoqib qoldi brendiki, lekin u brenddan olish imkoniyatim yo'q. Balkim summasi qimmatli qilar, balkim uzoqda, balkim limited edition bo'lgani uchun umuman ololmasdirman. Va shunday paytda men o'sha izделияni olib kelib sizga ko'rsatsam, siz menga o'shani yasab bera olasiz. Da, bizda anchadan buyon bu usluga bor. Aytolamanki, buni boshlaganiga 16-yil, 2016-yil boshlaganman bu ishni. Chunki bizda brendlar unaqa mashhur emas edi, lekin insonlarda talab bor edi. Ko'pincha styuardessalar menga anaqa qilardi. Men ko'rdim, ammo pulim yetmadi. Lekin bilaman, qo'lingdan keladi derdi va biz o'sha tillasini eritib yasashga harakat qilardik. Birinchi qilgan ishim albatta bu mashhur fransuzskiy brend Cartier'ni brasletini qilganmiz, 30 gramm. O'sha klientkam hozir уже uchmaydilar, lekin ishonasanmi, bu narsa shunchalik menga yoqadiki, men yechmayman. Chunki biz o'shani изучить qilib, jarayonni изучить qilib yasaganmiz va yasaganimizdan keyin zo'r chiqqanligidan u ayol yechmagan qo'lidan shu Cartier Love. Birga bir yasab bera olasiz. Birga bir yasashga majburmiz, chunki ko'plarni imkoniyati yetmaydi. Именно shu narsani shuncha Original pulga holatda olishga. original holatda olishga va yana shunaqangi marketingiy xodlar bor. Masalan, Hermesga kirsangiz, Hermesga hattoki sizga sotmaydi ham. Ular sotmaydi. Bu neki такой ularga kerakli marketing. Bizning insonlarimizga Yevropada yashamasligi uchun ularni bonuslardan foydalana olmaydi. Demakki, boshqa yo'llar qidiriladi. Как boshqa industriya kabi bizda shunaqa soha kabi. Endi bizda ham qarang, shunaqa. men bir fikr eshitganman, bir tanishim aytganlar, o'z fikrlarini, masalan, kimdir yasab bergan tillani qiymati, уровени ancha pastroq bo'ladi, chem zavodda ishlab chiqarilgandan ko'ra degan narsa. Bilasizmi, bu narsa har bitta insonda individual. Qanaqa dunyoni qabul qilsa, qanaqa vосприятие bo'lsa insonda, xuddi shunaqa bu narsa ham meni fikrim. Endi albatta biz ham bir kunda, men ham magazin egasi bo'lib qolmaganman, bir kunda bo'lmagan. Xuddi shu dunyo brendlari ham bir kunda yaralib, Graf yoki Harry Winston yoki Gerard bo'lib qolmagan. Ular ham ko'p mana shunaqangi mensimasliklardan o'tishgan, insonlar kulib tashlashgan. Masalan, именно shu Bulgarini asoschisida juda ko'p shunaqa holatlar bo'lgan. Biografiyalarini o'qib chiqaman va o'shanda shunga amin bo'lamanki, men to'g'ri yo'ldaman. Meni ham juda ko'p insonlar buni o'zing yasagansan-ku, bu demakki bu past narsa, уровень past. Men grafga imkoniyatim yetadi, grafga kirib ola olaman deb aytgan kunlari ham bo'lgan. Chunki bizni sohamizda bir kunda bir уровеньingiz oshib ketib, bir kunda do'kon ochib tashlay olmaysiz. O'zingiz bilasiz, kichkina tilla ham falon pul 1 grammi aytaylik $100lik narsa, себестоимость tan narxi juda katta-da bu. Bu narsa juda qimmat narsa hisoblanadi tilla.
aytib o'tganimdek hech qanaqa shansim bo'lmagan, zargar emasman, qo'lim bilan yasamayman, То lekin есть sizda o'zingizni komandangiz bor, da ishchilaringiz bor, haqiqiy yaxshi zargarlar bor va ular siz uchun aytganingizdek ishlab ha. chiqarib berishadi. Bu narsada ko'p izlanganligim tufayli, masalan, optoviy joylarga borganimda ham, bu Turkiya bo'lishi mumkin, Emirat bo'lishi mumkin. U yoqda man albatta birinchi o'rinda detal olaman. Man tayyor izdelya ham olamiz. Bu endi busiz bo'lmaydi bizning ishimizda, chunki do'konda hamma narsa bo'lishi kerak. Original narsaga bizda O'zbekistonda talab yo'q. Olib kelib berishimiz mumkin xolos. Sotib olib albatta. Klient uchun va tilla, ommabop, hammabop tillalarimiz ham bor. Hozirgi kunda qaysi tillaga ko'proq sпрос? Вечернийmi yoki повседневныйmi? Birinchi o'rinda hozir O'zbekistondagi holat, O'rta Osiyodagi holat shuki, o'zbeklar deyishadi, lekin o'zbeklar judayam ilg'or bo'lib ketgan. Hattoki Moskvadan turib, постоянный O'zbekistondan ko'chib ketgan, Moskvada yashaydigan, aytaylik, bizni tilimizda yaxshi yashaydigan insonlar, mani klientlarim shunaqangi qaraydida, bu Moskvada yo'q-ku bu narsalar, yoki Yevropada yashaydi, Londonda yashaydi yaqin o'rtog'im. Bu yo'q bu narsa. Bu juda qimmat-ku, 50 ming, 100 ming turadi. Buni qanaqa tashkillashtirding degan savollar ham bor. Hattoki Amerikani o'zida ham ko'p klientlarim emigrировать qilishgan, haqiqatdan ishchi bo'lib ketib, uchib ketib, qanaqadir u hayoti o'zgarib, уже qo'lida pul paydo bo'lib, u yoqning narxi bilan bizni narximizni solishtirib, yana undan tashqari, endi o'zingiz bilasiz, Amerikada soatbay, kunbay, to есть to'lovlar shunaqa. Ular kачествосini, kvalitini o'tirib solishtirib chiqishadi. Shunchalik ular insonlar u yoqda o'tirishga vaqti yo'qda. Har bitta narsani ular handmade, bunaqa qo'lda yasalgan deganingiz bilan ular anoyi emas. Ular bittadan o'tirib solishtirib chiqishadi. Quality uchun to'layapmanmi? Bu qanaqa quality? То есть что это за стандарт? Qayoqdan kelgan bu gaping deb solishtirib olishadi. Shu insonlar Amerikada nonini topib yegan insonlar ham kelib olganidan men shuni tushunamanki, demak bizda o'zbeklar yaxshi yo'lda. Shaxsiy brendingiz ustida juda qattiq ishlayapsiz. Har kuni reelslar chiqaryapsiz. Instagram, TikTok, Facebooklarda qiynalib o'zingizni продвигать qilyapsiz. Lekin sizga zo'r ma'lumot va zo'r shans. Foydali suhbat podkastiga mehmon bo'ling va butun O'zbekiston va butun dunyoga YouTube orqali o'zingizni ko'rsating. Kimligingizni hamma bilsin. Nima bilan shug'ullanishingizni ham hamma bilsin. Va YouTube orqali, podkast orqali juda ham ko'p mijozlarga ega bo'lish imkoniyatidan foydalanib qoling. Buning uchun Foydali suhbat podkastimizning mehmoni bo'ling va men sizlarni hamma qirralaringizni xuddi brilliant kabi ochib, ko'rsatib, namoyon qilib beraman. Foydali suhbat podkastining mehmoni bo'lishni xohlasangiz, mana shu nomer orqali yoziling va keling, kutib qolamiz. Xullas, siz Yaxshi yashayapti chet demoqchiman. elda yashaydigan o'zbek insonlarni talabiga binoan va talabiga Haqiqatdan. javob beradigan izdelyalar sotar ekansiz. Sizni klientlaringiz juda ham talabchan va 100%. taqqoslab, original bilan tenglashtirib va o'shani nima deydi, qiymatini hisoblagan holatda sizdan olish to'g'riroq yo'lini bilib, tanlab sizdan ko'proq olishadi, zakaz qilishadi. Hozirgi kunda shunaqa xulosaga kelib qoldim. Haqiqatdan biz nafaqat men, O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar, любой sohada insonlar turgani yo'q bitta joyda, izlanishda va kачество ustida ishlayotganlar o'sha juda ko'p. Men e'tibor berib qarab turaman. Endi bu bitta menda emas-ku do'kon. Butun Toshkentda tilla do'konlar bor. O'tirishgani yo'q. To есть bitta joyda qolib ketganimiz yo'q. Juda ham shiddat bilan rivojlanyapti deb o'ylayman. Ayniqsa o'zimizning milliy brendlar ham уже hozirgi kunda 3 ta 4 ta zargar bo'lib birlashib, zargar magazinlar birlashib, Fanondan tsepotchkalar sotib olyapmiz. O'sha tsepotchkalarni asos qilib
То есть yasayotgan narsamizga poydevor qilib yasayotgan narsalarimiz ham bor. Fanon o'zimizni milliy brend. Bu brend ham bitta joyda turgani yo'q. E'tibor berib qarayman va biz optoviy уже ulardan sotib olib qilayotgan magazinlar hisoblanamiz. Keling, hozir endi yana bitta mavzu, menimcha dolzarb mavzu deb hisoblayman. Hammaga qiziq. Investitsiya haqida gaplashaylik. Tillaga investitsiya to'g'rimi, noto'g'rimi va qanchalik ROI bor? Va undan tashqari, investitsiyani sof tillaga qilgan yaxshimi yo izdelagami? Yoki umuman qimmatbaho toshga qilgan yaxshiroqmi? Keling, mana shu yerda bizni shu demak aytaylikki, sizni dan kelib chiqib aytaylik, siz uchun nima muhim? Biza birinchi o'rinda bizaga juda ko'p bu savol keladi. Judayam ko'p xaridorlarim mana tilla oshib ketdi, tushib ketdi, mana shunaqa nima qilishim kerak degan savol bilan keladi. Oldinlari shunaqa endi balkim o'zimizni krugozorimizdan kelib chiqib, dunyoqarashimizdan kelib chiqib tilla oling deb anaqa qilishga harakat qilardim. Lekin hozirgi kunda men insonlarni shunchalik o'zimdek bilishga harakat qilaman. Zerkalность borda. O'zingizni xaridoringizni shunchalik hurmat qilishingiz kerakki, unga o'zingizga ravo ko'rganni ravo ko'rishingiz kerak. Men aytaman, sizni prioritetingiz nima? Men sizga bu savolingizga bilasizmi, qanaqa javob berishni xohlagan bo'lardim? O'zim opitimdan kelib chiqqan holatda bir voqeani aytib bermoqchi edim. Graf brendidan mani bir yaqin tanishim Shveysariyada yashaydilar. O'sha yerda Graf asoschisi, direktori bilan birgalikda gaplashgan holatda u inson mana shu izdeliyani olgin, hayotingda bir nimadir holat bo'lib shu izdeliyani qaytib olib kelsang, men shu pulga sotib olaman degan. Va u o'sha izdeliyani $2,5 million sotib olgan. Shu narsani sotib olgan, hammasi yaxshi bo'lgan. Bir 6 yil o'tganlardan keyin haqiqatda ham nima desam ekan, hayotimizni baland-pastlikdan iborat bo'lgani uchun ham Har bitta inson. shunaqa holat bo'lganki, shu inson turmush o'rtog'i bilan ajrashgan va o'sha izdeliyani investitsiya nima desam ekan, o'sha izdeliyani investitsiya qilib ko'rgan holatda shu izdeliya bilan o'sha odamni oldiga qaytgan. Lekin u odam o'z va'dasida turmagan. U odam o'sha izdeliyaga ochiqchasi aytaman, sonlarni $2,5 million olgan narsasiga $500 ming bergan. Bu juda katta yo'qotish deb bilaman. Men brendoviy narsani o'zim brendni energiyasini o'zimga yuqtirish uchun olaman. Brendni mana o'zingiz aytganingizdek, har bitta brendda o'zining tarixi bor va o'sha brend o'zini o'sha hozirgi darajasiga kelgunigacha qaysidir qiyinchiliklarni bosib o'tgan va meni fikrim bo'yicha har bitta brendda o'zini energiyasi bor. O'zini izobilniy kuchli energiyasi bor va shu mana masalan bulgurini taqqaningizda o'sha energiyaga to'yinasiz. U narsa izdeliyani original emas, fake'ini taqqaningizda u energiyani ololmaysiz. Va shuning uchun men brend olaman. Lekin meni ko'p dugonalarim, yaqinlarim brendni qimmatini, ya'ni Graf, Harry Winston, Urvindagi brendlarni investitsiya uchun olishadi. Nimagaki, o'sha brendlarni o'zi aytadi, qaytib olib kelsang o'sha pulga olaman deb. Lekin vaholanki tarix ko'rsatyaptiki, что o'sha brendlar ham o'sha narxiga olmas ekanda. Ya'ni bemalol sizdan masalan o'shanaqa qiymatdagi brilliantlarni sotib olib, ertaga masalan 1 so'mga olgan brilliantimni 5 yildan keyin 2 so'mga sota olamanmi? Shunaqa investitsiya deganda men shu narsani tushunaman-da. Yostig'ingizni tegdirishab turgan pulingiz 2 yil davomida 5 baravariga ko'payishini xohlaysizmi? Unda siz Dubaydagi noturar joyga investitsiya qiling. Endi siz O'zbekistonda turib, Dubayning kvartira, villa, hattoki katta yer uchastkasini sotib olishingiz mumkin. Buning uchun sizga R&B Properties kompaniyasi yordam beradi. Podkast kuzatuvchilari uchun konsultatsiya bepul. Hoziroq aloqaga chiqing va imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mulk so'zini kommentariyada yozib qoldiring va biz siz bilan aloqaga chiqamiz. Mana qarang, opet-taki mana shu savolingizga prioritet insonda birinchi o'rinda o'zini xohishi. Bizga ham klientlarimiz kelib shu savolni berib
taqsam, ertaga sotsam shu pulga ketadimi? Ketmagan-ku shu kungacha deb aytishadi. Bu savolga man to'g'ri javob berishga harakat qilgan holatda aytishim mumkinki, agar sizga ziynatlanish muhim bo'lmasa, bu narsani taqib turib yana sotish prioritetingiz bo'lsa, Maqsadida olingan maqsadingiz bo'lsa. bo'lsa, bunda albatta yuvelirkaga yaqinlashmaganingiz yaxshi. Mana shunaqangi slitkalar 3-9 tillarni olib seyfga tashab qo'yavering. Ilaji aytaylik, o'zingiz bilmagan joyga tashab qo'ying deb maslahat beramiz. Lekin ham taqinib, ham buni ertaga investitsiyam-ku, buni chiqarib sotsam, man shuncha yaxlit pulim bor degan narsaga ishonib qolmanglar deb lichno o'zim aytaman. Chunki taqinchoqni yasalish jarayoniga ketgan pul va uni chiqarib ikkilamchi bozorda sotayotgan pulingiz, bu o'rtadagi tafovut juda katta. Yutqizib qo'yish hech gap emas. O'shaning uchun tillarni o'yini qadimdan bu o'yin bor. Lekini bor. Bitta qimmatbaho metallgina pulingizni 80% ushlab qoladi deb aytamiz. Biz har doim shu gapni aytamiz. 50 dan 80% gacha pulingizni ushlab qolinadi deb aytamiz. Chunki chiqarib sotayotganingizda ham harni pul bo'ladi o'sha. Qanchadir foiz bo'lsa ham pul bo'ladi. Hech narsasiz chiqib ketmagan shu inson, menimcha sizni o'rtog'ingiz, tanishingiz qanaqadir bo'lsa ham pul bilan chiqib ketgan deb ayta olaman. Endi albatta har bitta brendni o'zini aytaylik, bu narsani olib $2,5 million ga ham sotgan bo'lishi mumkin. Bu endi uni gardaniga o'tiradi bu. Menimcha bu katta nima deydi, o'zbekchada gunoh deb hisoblayman. Sudxo'rlikka kiradi, to'g'ri. U insonni yo'li qolmaganligi, bu haqdagi savodi yo'qligidan foydalangan deb o'ylayman. Haqiqatdan graf olib qoladi. Bu bor narsa. Olib qolishga ular обязуюсь degan dokument beradi. Bu sistema Yevropada ishlaydi. Chunki ular banklar ham olib qoladi. Masalan, sizga nima uchun Bulgarini mana shuncha pul desangiz, ayrim assotsiatsiya bor ularda. То есть tizim shunaqa. Ayrim brendlar mana shu narsangiz aytaylik 10 ming desangiz, 10 mingga bank oladida garov sifatida oladi. Va bu 10 ming dollar o'sha inson olib aylantira oladi, xohlagan ishini qila oladi. Ertaga o'sha 10 mingni olib kelib, 10 mingni o'sha garovdagi narsasini yechib keta oladi. Shu darajagacha yetgan brendlar bor. То есть bu brendlar, buni ichida albatta graf ham bor. Bu narsani baholovchi sistemalar bor. Ularda katta страховой kompaniyalar bor. Bu narsani savodi bo'lmagan, menimcha o'sha tanishingiz va kimga murojaat qilishini bilmagan yuristlar ishlash kerak bu ustida va bu katta avantyura menimcha deb o'ylayman. Bizda unaqangi brendlar yo'q. O'rta Osiyo davlatlari endi rivojlanish yo'lida, 50 yil ham rivojlanish uchun bu yo'l emas. Bunaqangi sistema ishlashi menimcha bu kam. Bular 100 yil, 200 yil, 300 yillik tarixga ega shvetsarskiy brendlar, masalan Rolex, qachon Rolex desangiz o'sha pulga anaqa qilishadi, uni o'zingiz ham bilasiz. Rolex ishlaydi. Bu sistema Rolexda ishlaydi. То есть investitsiya uchun shunaqa brendlar borki, to'g'ri просто o'shani bila olish To'g'ri kerak. bila olish kerak. Tanlay olish kerak va investitsiya qilish kerak. To'g'ri. Yana bitta narsani ta'kidlab o'taman. Qimmatbaho toshlar va qimmatbaho metalli o'zini aytaylik katta bir mahorat bu. Mahorat va katta ko'p bu sohada e'tibor bergan bo'lsangiz, avantyuristlar bor. Mana ko'p o'zimizda ham assotsiatsiya bor. Men shu kasb egasi bo'lib shakllanayotganimda ota-onam bekorga juda qattiq qarshilik qilishgan. Senga yarashmaydi, chunki sen ziyoli oiladansan. Bu avantyuristlar kasbi degan tushunchaga egamizda ko'pchilik. Men shuni shuncha yil 22 yillik turmushim bor. Turmushga chiqishim bilan bu kasbga kirib ketganman, chunki qaynonam rahmatli tillapurush bo'lganlar. Katta tillapurush bo'lganlar va ulardan menga meros bo'lib ancha narsa qolgan. O'rtoqlari bergan menga ko'p Ozarbayjonda ko'p hamkorlarim bor, Dubayda bor. Bular hammasi qaynonam rahmatlining o'rtoqlari yoki tanishlari bo'lganda va bu narsani men обратныйsin, то есть доказывать qilish bilan umrim o'tgan.
То есть ancha shu narsaga energiya tikib qo'yganman. Ota-onamga va xo'jayinimga bu narsani yo'q, bu kasb egalari bunaqa emas. Bular shaffof ham bo'la oladi va bu narsaga omadga erishsa bo'ladi degan g'oyani sururib mana shu darajagacha kelganman va bu narsada avantyurada ko'p lёгкие деньги, tez topish degan tushuncha bor, lekin aslida buni tagida hech qanaqa qattiq mehnat yotadi va agar shuni oxirigacha olib bormoqchi bo'lsangiz, bu kasbdan to'g'ri foydalana olsangiz yoki odamlarga foydangiz tegsa, bu judayam благородный ish deb hisoblayman. Odamlarga yordam berish. O'zi aslida hayotingizdagi eng to'g'ri qaroringiz qaysi qaror bo'lgan? Hayotimdagi eng to'g'ri qaror bu xo'jayinimni tanlaganim, наверное. Не знаю, nima uchun. Hozir shunaqa keldi. Oilaviy munosabatlaringiz yaxshi bo'lgani uchun, xo'jayiningiz sizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun hayotingizdagi Yo'q. eng yaxshi tanlov shu deb bilasiz. Yo'q, hech qachon mani qo'llab-quvvatlamaganlar, lekin bularni nima притяжение bo'ladi-yu, magnit. Tortish kuchi va anti притяжение bo'ladi-yu. Xuddi shunaqangi harakatlanganman. Доказывая, что это не так, isbotlab и oxirida bular qarshilik bildirganligi menga qanchalik kuch berganini tushunib yetganman. Yaqin kungacha ham meni ko'p diskreditировать anaqa qiladi, qarshi chiqadi deb o'ylardim. Aslida bu meni undash, boshqachasiga men tushunmayman deb o'ylayman. Menimcha shu bilan bog'layman. Menimcha ularni tanlaganim, agar ha sen yaxshisan, bo'ldi, qilaver ishingni degan turmush o'rtog'i uchraganda, menimcha bu darajada men o'ylamayman, что juda ham katta darajaga yetishdim, lekin qanaqadir darajaga yetishganligim xo'jayinim tufayli deb o'ylayman. Bugungi Nilufar 18 yoshli Nilufarni uchratganda nima maslahat bergan bo'lardi? Sen to'g'ri yo'ldasan derdim. Bo'ldi, menimcha faqat shu. To'g'ri yo'ldasan derdim. O'sha 18 yoshimda ham shunaqa fikrlardim, hozir ham fikrim o'zgarmagan. Siz ko'p holatlarda o'zingizni kuchli ayol qilib ko'rsatasiz. Lekin o'zingizni eng zaif his qilgan voqeangiz bormi? O'zimni unaqangi kuchli deb hisoblamayman, lekin ayrim joylarda ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Chunki особенно meni kasbimda qat'iyatlik kerak. Boshida to'g'ri yig'lagan kunlarim bo'lgan, rosa siqilganman, pullarga tushganman, katta pullarga tushganman va bu puling yo'q-ku, nimaga bunaqa riskovat qilgansan deb xo'jayinim, birinchi o'rinda xo'jayinim urishganlar, ota-onam ham juda qattiq meni tanqidga olishgan. Bu narsadan bir 5 yilcha juda qattiq narsalardan o'tganman. Boshida 2014-yilgacha shu narsa davom etgan. 2014-yilgacha men tushunmaganman qanaqangi nima uchun bu menga kerak. Lekin busiz ham yasha olmaganman. Tak narkotikdek bo'lganda menga bu qilayotgan ishim narkotikdek bo'lgan. Kimdir telefon qilsa, "Ha, bo'ldi" deb yugurib borardim. O'sha tillamni ko'tarib borardim. Даже Alifga kelolmayman deb aytardi tanishlarim, klientlarim. "Bo'ldi, men o'zim boraman" derdim. Nilufar, do'stlik va biznes munosabatlarida siz uchun eng muhimi nima? Eng muhimi hozirgi kunda shunaqa deb o'ylayman, bu shaffoflik. Birinchi o'rinda odam shaffof qarash kerak va o'sha qarshisidagi do'sti bo'lishi mumkin, biznes hamkori bo'lishi mumkin. O'sha inson bilan shaffof qarasa va shaffof munosabatlar qilsa, ko'proq narsaga olib keladi deb o'ylayman. Men uchun birinchi o'rinda shu. Hozirgi kunda shu. Siz uchun baxt tushunchasi nimani anglatadi? Va qachon o'zingizni eng baxtli ayol deb his qilgansiz? Baxt menimcha bu farzandlarimni borligi va ularning mavjudligi birinchi o'rinda. O'zimga shunaqa savol beraman, ular bo'lmasa nima bo'lardi yoki o'zimni qanaqa his qilardim? Ular borligi meni juda ilhomlantiradi, ko'taradi, kuch beradi. Ular uchun harakat qilaman. Menimcha baxt bu farzandlarimni borligi va oilamni borligini o'zi men uchun baxt.
onam borliklari, opa-singillarim borligi, ukam borligi. Mana oldin bunaqa deb o'ylamas edim, lekin oxirgi yillari shunaqa fikrga kelganman. Qachon oxirgi marta yig'lagansiz va nima sababdan? Voy, juda ko'p yig'layman. O'zi aslida, ko'p yig'layman. Yig'loq naturam shunaqa. Ko'p yig'lavorishim mumkin. Даже birorta klientim "Bugun 1% regim yo'qotib qo'ydim" desa ham shunaqa ta'sirlanib ketaman. O'shani poteryasini his qilaman-da. Chunki ayol uchun bu juda muhim. Любой narsa muhim biz uchun. Man oxirgi yo'qotishlarimdan Clash brilliantimni yo'qotdim. Voy, bu juda Brasletimiz brilliantimi. Это просто yig'lashni ham bilmayman, kulishni ham bilmayman. O'tgan bahorda uzugini yo'qotgan edim. Endi mana o'sha braslet. braslet Ko'ruvdim tushib ham qolibdi даже qayerdadir. qo'lingizda. Qayerda tushib qolgan bilmayman-da. No, bu narsani man falsafiy qaranglar deyman har bitta klientimga. Endi asosan klientlar gapirishadi. O'zim ham juda ko'p yo'qotaman. Buni sizni uspokoить qilish uchun aytmayapman. O'zim juda ko'p yo'qotaman. Judayam ko'p yo'qotaman. Nima qilib yo'qotish Qanaqa yo'qolishi mumkin bilmayman. o'zim ham bilmayman. Yaqinda $18,000 tan narxi 2 karatdan zire rose gold 1 karat, общий 2 karat, общий 4 karat GI sertifikatli zire, yangi zire olganman. O'shani yo'qotib qo'yganman 1 poyini. Xullas shunaqangi 1 oy o'zimga joy topolmadim. Men u pulni восстановить qilish uchun emas. Endi bizga ham bu optovoy firmalardan keladi bu narsalar. Va men o'sha ketgan jarayonga, ketgan umrimga achinib ketdim. 9 oy davomida o'sha zireni bir xil kачествоda, kvalitetda tayyorlagandik. Va bu komandani ishi, bitta odam ishi emas. Chunki Emiratda turgan anaqalar qidirishadi. Kimdir o'sha vaqtini, energiyasini sarflaydi shu narsaga. Men ham bu yoqda turib qilaman o'z navbatida. Va shu narsaga achinib ketdim. Juda ko'p izumrud yo'qotdim undan oldin. Va topdim, ishonasizmi? Mashinamni shu kichkina anaqasiga teshigiga kirib qolgan ekan. Mashinamni shu joyiga kirib qolgan ekan, shuni topib berishdi. Servisdagi rosa baraka topishsin. Ishonasizmi, yig'lavordim. Bilmayman, Topganimdan. to'g'risini aytsam, menda ham har doim qanaqadir yo'qotish bo'ladi-da. Bir mashhur storieslarimda qo'yib ko'rsatganman. Van Cleef podveskam mehmonxonada qolib ketgan. Men chemodanimni yig'ishtirib Ko'rganman. check out qilib chiqib ketganman. Aeroportda esimga tushib qolgan. Mehmonxona xodimlariga telefon qilib, o'sha yerdan iltimos olib qo'yinglar, hozir odam kelib olib ketadi desam, o'sha yo'q deyishyapti. Уборка bo'lgan, lekin podveskam yo'qolgan. O'shanda xo'jayinim rosa urishgandilar. Nima bo'ldi? Mana shuncha borib, shunaqa qiymatli narsani yo'qotding, lekin o'sha qiymatni покрывать qiladigan hech narsa qilib kelmading. Da. Просто yo'qotish uchun borib kelding deb urishgandilar. Bilmayman, har safar nimadir yo'qotaman, lekin eng katta yo'qotganim bu mana mana shunaqa brilliantli katta kolyeyim bor edi. Da, aytib Xo'jayinim bergansiz. tug'ilgan kunimga sovg'a qilganlar va u kolye yangi uyga ko'chganimizda korobkada turgan bo'lgan. Va o'shani ochib raspakowka qilganimda topib olganman. Korobkalarni ichida bu qolib ketgan ekan va o'shani ochganimda yonimda nyanyamiz o'tirganlar. Voy, mana topildi deganman-da, lekin o'sha paytda qayergadir shoshib ketayotgan edim tadbirga. Shunda yopganman-da, keyin olib chiqib qo'yaman seyfga deb qo'ygan joyimda ketganman. Shu bilan esimdan chiqib ketgan. 1 hafta, 2 haftadan keyin esimga tushgan, lekin mana shu 1 haftaning ichida nimagadir nyanyam o'zidan o'zi janjal qilib ishdan bo'shab ketgan. Bilsamki, keyin ochib qarasam o'sha kolyeyim ham Уже yo'q. bilmaysiz. Korobka turibdi, kolye yo'q. Lekin oxirgi o'sha kolyeni ochib ko'rganimda yonimda shu nyanya o'tirgan edi. Juda ko'p Ya'ni narsadan o'tgan, unaqa u narsadan ikkita o'tganman. как бы man va ular bilganlar. O'sha yerda shu narsa borligini boshqa hech kim bilmagan. Keyinchalik o'sha chiqib kelganda. Keyinchalik Nima bilganman, uchun? что shu inson menimcha o'g'illagan, chunki 5 yil davomida to'y qilolmay yurgan odam 1 oyda o'g'illarini to'y qilib uylantirganlar. Xullas aytmoqchimanki, juda alamli-da. Mana ayol kishi bu narsani tushunadi-da. Mana shunaqa qimmatbaho, qiymati ham qimmat hamda nima desam ekan, qadri ham qimmat. Ya'ni yaxshi Sizga ko'rgan sovg'a insoningiz qilishi. sovg'a qilgani yoki ota-bobolaringizdan qolgan narsa, shu narsani o'sha insonlar o'g'illar yo'qotarsiz. Lekin ular olib boradi-da, lom qilib sotib yuboradi-da Da, padishofga.
shu narsa alam qilib ketadi-da, Bu o'ta darajada alam qilib ketadi. Bu anaqangizga shunaqa deb javob bera olaman. Bu narsaga yo'qota shunaqa fikrga keldim. Ya'ni birovlarnikini ham yo'qotardim-da. Chunki boshida olib sotganman. O'zimniki shaxsan o'zimniki bo'lmagan, o'zi pul tikmagan bo'lganman. Bu haqida ochiq-oydin ayta olaman. Bilasizmi, birovlarnikini yo'qotib to'la berish, это вообще u undanda alamli-da. Bu narsaga bora falsafiy qara boshlaganman. Ko'p kitob o'qiganligim uchun shunaqangi hozir shu narsaga shunaqa atvet keladi, manda javob keladi. Yo'qotish kerak bo'lgan narsa yo'qotilar ekan. Bu birinchi o'rinda bizni yaratuvchi mukammal qilib yaratgan. Demak, qo'lingizni yoki oyog'ingizni yoki ko'zingizni yoki tafakkuringizni olib qo'ymayapti. Sizdan bor yo'g'i metall olib qo'yyapti. Degan nima bilan o'zimni tinchlantiraman va o'zimni klientlarimga ham shunaqa, sizga ham shunaqa degan maslahat berardim. Demak, sizda undanda muqaddas narsangizni yaratgan egam saqlab qolib, imенно shu narsani olib qo'yish yo'li bilan sizga balans qilib turadi deb bunga mana shunaqangi То есть qanchalik qimmat narsamni yo'qotsam, shunchalik shukr qilishim kerak, haqiqatdan ham. что undan hamda qimmatli sog'lig'im, Da. farzandimga tegishli nimadir, ota-onamga tegishli nimadir yo'qolmadi. 100% shunaqa deb o'ylayman va bu narsaga ayollarni neki такой успокаивающий moment qilmoqchi emasman. Просто shu narsaga diqqat qilinglar. Bungacha ham bo'lgan va sizni o'sha nyanangiz bor, undan oldindan bo'lib kelgan. Lekin siz zvonочкlarni ko'rmagansiz-da. Demakki bu narsaga shunaqa qarash kerak deb o'ylayman. Lekin mana shu videoni, mana shu podkastni o'sha nyanyam ko'rsa aytib qo'ying. Men bitta emasda ko'pgina nyanyalar o'g'irliklar qilishgan, hammasi ko'rishi mumkin. O'shaga aytib qo'y. Insonlar, o'rtoqlar, uyimda ishlab, nonimni yeb, oyliginglarni olib, tuzligimga tupurib ketgan insonlar. Men olib ketgan narsanglardan men noroziman. Bilib qo'yishsa shu narsani. Tatimasin o'sha narsa, to'g'risi. Bitta ko'rganman, Usovich. Men noroziman. Narigi dunyoda qilgan savobinglar bilan mendan shu qarzinglarni uzasizlar. Voy, shunaqa mazza qildim, shu gapni gapirib olib, eshitishsin. Yo'q, men unaqa demagan bo'lardim. Lobar ya vas переубедить qilishga, fikringizni almashtirishga harakat qilaman. Qanchalik bu narsani qiymati baland bo'lsin, shunchalik xursand bo'ling derdim. To'g'ri alam qiladi, juda alam qiladi. Ishonmaysiz, o'sha kaliyangizdan-da baland narsalar bo'lgan deb men o'zimda qaynonam rahmatlidan meros qolgan narsalar bo'lgan. Yaqinda sotib oldim, Lomdan, Skupkadan sotib oldim. O'zingizni narsangizni o'zimni narsamni topdim. Ikkilamchi bozordan topdim va sotib oldim. O'zim bilan olib kelmagan ekanman. Men xuddiki bir даже yana shu kitobga qaytaman, Sherlock Holmesni o'qirdim-da. Sherlock Holmes o'qiganimda qanchalik metodim deduksiya, то есть o'zingizni tafakkuringizni ishlatib, shu narsangiz qayoqda bo'lishi mumkinligi haqida tsepotchkani tizib chiqaman men. Shunchalik xohlayman shu narsani qaytarishni va o'sha siz aytgandek alam qilishli notalar bor-da, odamni shu narsaga undaydi. Yaqinda ham 2 yil oldin Italiyadan uchib kelganman va o'zimizda marosim bo'lgan. Shu marosim Xudoyiga ketganman. Magazinimni o'g'ri urib ketgan. Ishonasizmi? Magazinimni Aliyevda ko'p-kunduzi kelib, qirg'iz fuqarosi ekan, ayol kishi. Imya, familiya, pasporti hammasi bor. Sotuvchimni ham, eng qizig'i sotuvchimniki ham bor, hamma narsa bor. Lekin men bunga o'tib ketdim. Lekin juda qiynaldim. To'lab berish kerak, firmalar realizatsiyaga jo'natgan. Hamma butun Alif bizda ham soobщество bor. Butun Alif bunaqa qilgan, nima deydi, bizda ham konkurensiya bor. Juda xursand bo'lishdi, yuzimga qarab aytishdi. Qanaqasan endi deb mana shunaqalar ham bo'ldi. Lekin bu narsaga men shunchalik qo'yib yubordim bu narsani. Bilasizmi, 10 yillab tergan narsalarim. Bu narsani qiymat bahosi yo'q. Даже xaridor kelsa, mana shuning shuncha turadimi, bergim kelmasdi. Chunki mehnat
ketgan, kun ketgan, vaqt Hmm. ketgan, xuddi sizga muqaddas bo'lgandek shu narsalarim ketib qolgan. Ro'yxati bilan полный delo tuzdim, ishonasizmi? Xuddi RUVD xodimiga o'xshab qoldim. Mana shunday papkam bor. Полностью shu narsalarni rasmlari, qanaqa terilgan, probirniydan o'tganligi haqida, o'zimiz asllik palatamizdan o'tganligi haqida numeratsiyasigacha terdim va keyin qanaqadir momentda o'zimga o'zim sokinlikni tilab qoldim. Уже u narsani xohlamay qoldim. Ketini surishtirishni, qayoqdan kelgan u ayol, qanaqa qilib kelgan yo'llarigacha topdim. Hattoki o'zimizni nimamizga murojaat qildim va keyin oxiri to'xtatishga qaror qildim. Chunki men o'ylaymanki, har bitta hayotimizda bo'layotgan narsani bir xayri bor. O'sha xayrini so'radim va undanda yaxshiroq narsa so'radim Yaratgan Allohdan shuni so'radim va shu narsaga erishdim deb o'ylayman. Bu ko'proq harakat qildim va ko'proq narsa yaratishga, то есть yangi kolleksiyalar yaratishga o'zimni bag'ishladim. Men o'ylaymanki, men ko'p narsa yo'qotmadim. U ayol to'g'ri chiqarib o'sha narsamni 3 kopeykaga sotib yuborgandir. Mazza qilgandir 2-3 kun. Даже sotuvchim ham сговоре bo'lgandir. Mazza qilgandir. Lekin shu narsani xayrlisini so'radim va shu narsaga erishdim deb o'ylayman. Mhm. Keling bizani tomoshabinlarimizni sizni Nilu Jewelry brendingiz qayerdan olish mumkin? Qayerda joylashgan magaziningiz? Shunga ham qiziqishsa kerak va shu savolga javob berib aytib ketinglar. Bizani magazin shaxsan o'zimniki magazinim Oltin markaz, metro Novzada joylashgan Oltin markaz bor. Hamma uni Aliyev deb, eski Aliyev deb nomlashadi. Novza metroda 1-etajda paradniy vходdan kirganingizda eskalator orqasiga o'tsangiz Nilu Jewel kichikgina bir butik do'konim bor va bunga erishganimdan juda xursandman. 4-5 yil bo'lib qoldi sotib olganimga. Va endi yana lokatsiyalarni kengaytirmoqchiman. Niyatim shu. Va o'zimizda milliy, lokalniy brendlarni rivojlantirib, bu narsani yaratib, ishlab chiqarishni kuchaytirib, davlatimiz juda bunga hozir keng imkoniyatlar yaratib bergan. O'zimizda assotsiatsiya ham bor, savdogarlar assotsiatsiyasi. Bu yoqda ham o'zimni buxgalterim Isroil bunda eng birinchi asoschilaridan va men unga yo'nalish berib turaman. To'g'ri, o'zim qatnashmayman ko'p yig'ilishlarga, lekin eng ma'nosini, negizini tushunib turgan holatda Isroilga ko'p yordam beraman. Bu o'zimizda ham milliy brendlar ishlab chiqaruvchilar ko'payishini xohlayman. O'ylaymanki, qachondir biz ham Cartier, Harry Winston, Grafdagi statusga ega bo'lgan brendlarga aylanaman deb o'ylayman. Orzuyim shu. Buxorolik Yoqubni qo'lidan keldi. Jacobs & Co degan Da. brendni yaratishi, butun dunyo taniydigan brendni yaratishi vaholanki sizni ham qo'lingizdan keladi. Nilufar, Xudo men bu xohlasa. narsaga ishonaman. Siz ham shu narsaga juda ham ishonasiz. Ishonch bilan qarab olg'a qadam tashlasangiz, bu narsa hammasi bo'ladigan narsa. Inshaalloh bo'lsin. Nilufar, katta rahmat bugungi Sizga ham foydali rahmat. suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Menimcha tomoshabinlarimizga judayam ko'p foydali ma'lumotlar Nilufardan bo'ldi va albatta o'z fikringiz yoki qanaqadir savolingiz bo'lsa, mana shu podkastni, mana shu videoni tagida kommentariyda yozib qoldiring va biz Nilufar bilan birgalikda shu kommentariyalarda kelgan savollarga javobni albatta yozamiz. Da. Eng qiziqarli, eng Nilufarga yoqqan savolga, kommentariyada yozib qoldirilgan savolga Nilufarxon judayam bir zo'r sovg'a va'da beryaptilar. Shuning uchun Обязательно. albatta kommentariyda judayam bir qiziqarli savol yozib qoldiringlar va nima yutib olishadi Nilufar? Kumush uzuv sovg'a qilib beramiz. O'sha eng qiziqarli savol bergan qizimizga или же o'sha ko'radigan podkastimizni ko'radigan insonga chiroyli, необычный fasonda kumush uzuv beramiz. Mana shunaqa foydali suhbat mehmonlari har doim shu foydali suhbat podkastini ko'rgan va kommentariyda yozib qoldirgan ishtirokchilarga har doim
sovg'a ajratilgan. Bu safar Nilu Jewelry tomonidan sizlarga kumush uzuk taqdim etiladi. O'shaning uchun ko'p savollaringlarni shu podkastdagida yozib qoldiringlar va Da. bugungi podkast uchun Nilufar katta rahmat kelganingizga. Sizga rahmat. Iloyim xayrli bo'lsin. Juda ham zo'r ma'lumotlar berdingiz va siz bilan suhbat qurish men uchun ham juda ham foydali bo'ldi. Rahmat. Bugun foydali suhbat podkastimizda Nilu Jewelry brendining asoschisi Nilu Farxon bo'ldilar.